Iqlim shami inson huquqlarini himoya qilish markazi sobiq muftiy olimlar kengashining a'zosi Chubaq Jalilovning ikkinchi xotin olish haqidagi video bildiruviga bog'liq Bishkek shahar prokuraturasiga murojaat arizasini topshirdi. Arizada video murojaatda aytilgan faktlarni tekshiruv isbotlansa, qonuniy chora ko'rish prokurorlar baho berib, qaror qabul qilish haqida iltimosi yozilgan. Chubaq hoji videoda men yana uylandim, biroq ajrashmadim, ayolim biroz xafa bo'ldi. Bunga uni haqqi bor. Men Turkiyada bola boqib yurgan turmush o'rtog'i vafot etib, beva qolgan 30 dan o'tgan ayolga uylandim deb aytgan. Hozirda bu lavha ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokama qilinmoqda. Jinoyat va jazo kodeksining 153-moddasiga ko'ra 2 yoki undan ko'p ayol bilan birga yashaganlar 2 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi. Men uylandim, oşol Turkiyada bala bagıp işlep жүргөн, turmuştan oşol güyösü ötüp ketip, jesir kalgan 30'dagı gelinge uylandım, 30'dan ötkön. Bosh prokuratura O'sh shahar sudining sobiq sudyasiga va boshqa xodimlarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'adi. Ular lavozimni suiiste'mol qilish, ataylab adolatsiz hukm, qaror yoki boshqa buyruqlar chiqarish va tovlamachilik moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Prokuraturaning ma'lumotiga ko'ra 2006-yilning 20-yanvarida Japala qishloq hukumatining qarori bilan Oqbura bo'yida joylashgan 0,16 gektar yer 10 yilga mahalliy turg'unlarning biriga vaqtincha foydalanishga berilgan. Biroq bu fuqaro yer uchastkasiga egalik qilmasligiga qaramasdan O'sh shahar sudiga murojaat qilib, o'zining shaxsiy huquqini himoya qilishni iltimos qilgan. 2013-yilning 26-sentyabrda shahar sudining sudyasi mazkur arizani qanoatlantirgan qaror chiqargan. Bu asosda suvni himoya qilish zonasida joylashgan yer uchastkasi xususiylashtirilgan. Bu yil 23-martda O'sh shahar prokuraturasining arizasi bo'yicha oblast sudi mazkur qarorni bekor qilgan. Bugun prezident Sooronbay Jeenbekov Rossiyaga ish safari bilan jo'nab ketdi. Ma'lumotga ko'ra, Jeenbekov Rossiya prezidenti Vladimir Putin, premyer ministri Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, ikki tomonlama hamkorlik masalalari muhokama qilinadi. 30-noyabrda Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov ish safari bilan Belorussiyaga borib, Minskda Jamoatchilik xavfsizligi tashkilotining yubiley sessiyasida ishtirok etadi. Jamoatchilik xavfsizligi tashkilotiga Armaniston, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston a'zo. Bu Sooronbay Jeenbekovning davlat rahbari qatori birinchi ish safari. U bu vaqtgacha Qirg'izistonning tashqi siyosatidagi asosiy hamkori qatori Rossiyani aytib, unga alohida imtiyozlar berilishini bildirgan. O'lkada yoqilg'i moddasining narxi o'smoqda. Bunga dunyo bo'yicha neftning qimmatlashi, Rossiyadagi ayrim neft kompaniyalaridagi ta'mirlash ishlari va qirg'iz-qozoq chegarasidagi vaziyat ta'sir qilmoqda. Hukumat o'lkani yoqilg'i moddasi bilan ta'minlab, narxni barqarorlashtirish uchun so'zlashuvlar olib bormoqda. Yaqin kunlarda benzinga bo'lgan narx yana 2 so'mga ko'tarilishi kutilyapti. Biroq respublika hududida yoqilg'i moddaga nisbatan tanqislik bo'lmaydi, deyishadi tegishli tarmoqlar. So'nggi kunlarda benzinning narxi ko'tarila boshlagani sezilmoqda. Bunday hol haydovchilar uchun noqulaylik yaratmoqda. Sababi AI-92 benzini 40 so'm 60 tiyin bo'ldi. Buni Gazprom ishxonasi Qozog'istondagi neft tanqisligi bilan tushuntirmoqda. Zavodlarning bahsi oktyabr bilan solishtirsak 11%ga o'sdi. Bizning tarmog'imiz bo'yicha, Gazprom neft tarmog'i bo'yicha 4%ге ғана эле өстү да. Ошонткенен биздин компаниябыз аябай бааларды катуу баат өспөсүн деп көп аракет кылып атабыз да. Qirg'izistonni yoqilg'i moddasi bilan ta'minlash yengil sanoat, energetika va yerdan foydalanish davlat qo'mitasiga topshirilgan. Hozirgi holat yuzasidan ma'lumot olish maqsadida mazkur qo'mitaga murojaat qildik. Biroq tegishli xodimlar tomonidan so'zlashuvlar olib borilmoqda degan so'zdan boshqa javob bo'lmadi. Азыркы учурда Москвада күйүүчү заттар боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Биздин жетекчилик ошакта орус тарап менен жолугуп, күйүүчү май маселесин чечкени кетти.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston bir yilda 1.200.000 yoqilg'i moddasi ishlatadi. Bu yil 10 oy ichida davlatga 818.7 tonna neft kirgan bo'lsa, uning 367.000 tonnasi turli rusumdagi benzin, 451.000 tonnasi dizeldir. Biroq iqtisodchilar o'lkada benzin zaxirasi tugaydi degan so'zga qo'shilmaydi. Bundan tashqari narx ham keskin ko'tarilmasligini qo'shimcha qilishdi. OPEC müçeleri Saudiya Arabiya başlap, alarda mümkün bu yılki yılı rınıkka qarap turup biraz işte göbeytişi mümkün de. Toysa oşoğa qaraganda biz kelip atkan akça araçadan akçada koyup gelip atkan benzin oşo girip göbeytişi bir 2 so'mga daha göbeytişi mümkün de. Anan Kazakstan'dan yok, anda öte korkunç buldu. Anan Kazakstan'dan alıp atkan benzinlerdi işte vaqtını to'xtatib atışat. Hazır Kazakistan bilan ma'mila buyursa o'ng'iladi. Narxning ko'tarilishi jahon bozoridagi neftning ko'tarilishi va qirg'iz-qozoq chegarasidagi holatga bog'liqdir. Biroq Rossiyadagi vaqtincha to'xtatilgan neft zavodlari qayta yo'lga qo'yilsa, holat o'zgarishi kutilmoqda. Ko'p qavatli uylardagi xonadonlar qaytadan sutkalik ijaraga berilishi mumkin. Qonun loyihasi Jo'g'org'i kengashda muhokama qilina boshladi. Unga ko'ra, bunday huquqni Istiqbol oblastining yashovchilarigagina berilishi kerak. Yashovchilar yozda uylarni sayyohlarga ijaraga bera olmayotganidan arzlanishgan. Biroq bunda ular xususiy tadbirkor qatori patent olib, soliqlarni g'aznaga to'lashi kerak. Ta'kidlab o'tsak, ayrim deputatlar xonadonlarni sutkalik ijaraga berishni respublika bo'yicha kiritishni taklif qilishmoqda. Eslatib o'tsak, buni taqiqlash qonuni 1 yil avval qabul qilingan. Buning sababi yashovchilar sutkalik uylarning shovqinidan arzlanishgan edi. Milliy bank noyabrdagi 9-intervensiyasi bilan chiqdi. Kecha o'lkaning bosh moliyaviy muassasasi dollarning keskin qimmatlashini oldini olish uchun valyuta bozoriga 4.5 million dollar sotdi. Bu bilan Milliy bank shu maqsadda joriy oyda umumiy 41.250.000 dollar sarfladi. Uning o'rtasida Amerika valyuta biroz barqaror emas. So'nggi 3 kunda u 10 tiyinga barqarorlashdi. Hozirda dollarni 69.60 tiyindan sotib olib, 69.80 tiyindan sotishmoqda. Og'ir atletika bo'yicha 2018-yili dunyo birinchiligi Ashxobodda o'tadi. Bu haqda TASS ma'lumot agentligi tashkilotning matbuot xizmatiga iqtibos qilib bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, dastlabki dunyo birinchiligi Peruning poytaxti bo'lgan Limada o'tishi kerak edi. Biroq noyabrda Peru musobaqalarni o'tkazishdan bosh tortib, bu huquqni boshqa o'lkaga berishga tayyorligini bildirgan. Inside the Games portali bildirishicha, Limaning bu qarori musobaqalar o'tishi kerak bo'lgan San Isidro sport markazi tayyor emasligiga bog'liq. Unda 2018-yilning dekabrigacha yirik sport musobaqalari o'tkazish mumkin emasligi xabar qilingan. Bu yil sentyabrda Turkmaniston jang san'ati bo'yicha yopiq binoda 5-Osiyo o'yinlarini o'tkazgan.